Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun siz bilan yana bir bor uyda bor masallig'imizdan antiqa shirin taom tayyorlashni o'rganamiz. Men xolodilligimda uyda bor narsadan foydalandim. Bismillahirrohmanirrohim deb bolgarskini mana shunday ko'rinishda to'g'rab olaman. 2 dona bolgarsk soldim. Piyozni mana shu ko'rinishda to'g'rab olaman. Sabzavotlarni to'g'raguncha qozonni qizdirib, qozonga bir cho'mich yog' solib qo'ydim. Yog'im qizyapti. Mana bularni to'g'rab oldim. Endi qiladigan ishim bolgarsk va piyozni qizib turgan yog'da qovurib olaman. Piyoz, mana chesnok, endi ovqatimiz chiroyli chiqishi uchun mana bunday parrakchali qilib to'g'rab oldim. Endi buni o'rtasidan bo'lib olamiz va yana o'rtasidan bo'lib olamiz. Yeyish uchun juda ham udobni va tarelkaga suygan vaqtimiz ham chiroyli turadi sabzilarimiz. Mana endi bu ikkalasini ham qozonga qo'shib qovuramiz. Mana bolgarskiy bilan piyozimiz qovurilyapti. Endi bunga chesnok bilan sabzini ham qo'shib qovurib olamiz. Alovimiz o'rtacha balandlikda, ko'p baland ham qilmaymiz. Piyozlari yaxshilab qovurilib, sabzilariga yaxshilab issiq o'tguncha qovurib olamiz. Kartoshkani ham xuddi shunday sabzini ko'rinishda to'g'rab olamiz. Mana ko'rib turibsiz. 2 dona kartoshka ishlatdim. Mana qarang, qancha chiroyli pardakchali bo'lib chiqdi. Mana endi buni yoniga pomidorimizni mana shunday katta ko'rinishda to'g'rab olaman va yaxshilab po'stidan ajralguncha qovurib olamiz. Mana piyozimiz ham ancha qovurilib oldi. Endi bitta kichkina qoshiqda suv sepaman. Ketidan kartoshka va pomidorlarimni solaman. Ovqatimiz qancha ko'p qovurilsa, shunchalik mazali va lazzatli bo'lib chiqadi. Mana qovurilyapti. Endi bunga ozgina qizil bolgarskiy qizilchadan qo'shib olaman qovurishda. Va birga qo'shib qovuramiz uni. Endi past alovda qozonimizni qatqog'ini qo'yamizda 10 minutgina qovurib olamiz. Mana alovimizni pasaytirib, qozonimizni qatqog'ini qo'yib oldik. 10 minut qovuramiz. Mana 10 minut o'tdi, ovqatimizni ochamiz. Mana pomidorlar po'stidan ajralib, mana sabzavotlarimiz chiroyli bo'lib qovurildi. Endi mana shu holatida bir qoshiqcha elangan un solib olamiz bunga. Va uni ham qo'shib aralashtiramiz. Un ovqatimizni suyuqqina shirali qiladi suvini. Mana endi bunga 1 litr suv soldim. Mana bitta krujkada 1 litr krujkam 1 litr suv soldim. Va qaynab chiqishini kutamiz. Mana azizlarim, xolodilligimizda go'shtimiz tugab qolganda nima ovqat qilsam ekan deb o'ylanib o'tirmasdan bemalol uydagilarimizga tayyorlab bersak bo'ladi. Mana ovqatimiz tayyor.